Dostlar sizler bilen Jones Play. Bugün sizler bilen Farming Simulator 17 18 oyununu oynayalım. Dostum var. Bana başlamak hazır şey. Dostum bana şu yerde işte yaptım bana. Görüşünüz mümkün. Fazla bana şu buradayını vurup bulup. Yangi narsalarni sotib olaman. Iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Deb puliga ishlataman. Salom barchaga do'stlar, sizlarga o'sha tanigan bo'lsangiz ovozimdan Jones Playman. Bu Jones Play nomini kimga topshirganimni yaxshilikcha tushunib yetishingiz kerak. Bu yangi ochilgan YouTube kanal. Men bu YouTube kanalga juda yordam bermoqchiman va men hozir Jelibek nomli YouTube kanalim bor. Shu YouTube kanalga ham obuna bo'ling va mana bu Jones Play deb ochilgan yangi YouTube kanalga podpiska va like'larni bosib tashlang. Bu akamiz ham mendan katta, yoshlari 3 yosh kattalar, 2 yosh. Şu YouTube kanalini ochganda maqsad mendek pro bo'lish YouTube'da. Ya'ni menda o'tib ketish. Meni oldingi Jones Play o'chib ketdi. Mana hozir ular Farming Simulator 18 o'yinini o'ynashda davom etishmoqda. Mana ular o'ynashmoqda. Farming Simulator o'yini menga juda ham yoqadi, lekin bir taraf yomon zerikarli men uchun. Boylar uchun yaxshi bo'lsa, men uchun zerikarli. Agar bu video 1000 ta like, 1000 ta emasda 5 ta like, boshlashiga 5 ta like yetadi. 5 ta like va 10 ta obunachi kelsa, mana shu video orqasidan bu videoning ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilamiz. Va bu videoni ancha montaj qilamiz. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Hardamkidek men barcha YouTube kanallarga ko'tarishga yordam beraman va sizlar esa bu YouTube kanallarga obuna bo'lasizlar. Mana shu videoning описаниеsidagi Jelibek kanaliga obuna bo'ling. Jelibek kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Va mening Instagram profilimga ham obuna bo'lib qo'ying. Menda ham Instagram profil bor. Mana shuni kulrang qadr qilamiz. Instagram profilda 150 bitta obunachi bor. Sizlarchi? Instagram profilda Kommentariyada yozib qoldiring. O'zingizning Instagram profilingizdagi obunachilaringizni. Bizning Xorazmdagi YouTube kanal biznesimiz juda ham ko'payib bormoqda. Agar xorazmlik yoki boshqa viloyatda do'stlarimiz bo'lsa, ana Jelibek kanalini Instagram profiliga obuna bo'lsa bo'laversin. Mana hozir uni oldida ularni o'ynayotgan do'st turibdi, to'g'rimi? Ha, mana ularni o'ynayapti. Mana bu traktorda ularni o'ynayotgan do'st keldi. Bug'doyni sotib olamizmi? Ha. Hayda. Agar kimga sotib kerak. Hozir ko'rsataman. Agar kimga tayyor YouTube kanal va unga unikal nom kerak bo'lsa, biz uni cho'tchi qilib sozlab beramiz va YouTube kanal ochib beramiz. Buni hammasi mutlaqo tekin. Boshlanishiga tekindan boshlaymiz. Sotmay turar. Bunga yetasiz. Agar ovozimiz xorazmlikka o'xshab ketayotgan bo'lsa, deymiz. E'tibor bermaysizlar, biz xorazmlimiz. Xorazm legenda. 70-75. Hech kim yo'q montajda. Biz hozir 5 kishimiz bu yerda. Tasavvur qiling, 5 kishi o'tiribdi. Kulrang qadr. Qopkangizdan suraymi yerni? Ha, da. Surmay tur. Bundan keyin Istanbulga olamizmi? Saman olinadi. Agar bu videoda 10 ta like bo'lib, bu video orqasidan 20 ta obunachi kelsa, Istanbul Guys o'yinini ularni o'ynashadi. Istanbul Guys ham
online o'yin emas, online o'yin lekin internetsiz bo'ladi, Wi-Fi bilan bo'ladi. Buni Wi-Fi da o'ynasa bo'ladi, xohlasa internet bilan ham o'ynasa bo'ladi, xohlasa internetsiz ham o'ynasa bo'ladi. Istanbul Guys'ni. Agar men Jones Play nomli YouTube kanaliga eslaringizda bo'lsa, yangi ochilgan Jones Play'ning izdoshiga obuna bo'lib qo'ying. Mana bug'doyni ham o'rib bo'ldik. Endi somonini yig'ib oladigan narsani sotib olamiz. Videoni to'xtatadigan vaqt 15 daqiqadan tamom bo'ladi. Chunki 15 daqiqadan hali YouTube kanalimiz kengaytirilmagan 15 daqiqadan yo'g'i video ko'p o'tmasligi kerak. Ekranini Qo'ldan chiqdik, reklama ko'rib qoldik. Mana ko'zingizdek pulimiz ko'paygan. Mana tepaga qarasangizlar ko'rasizlar. Mana do'stimiz ham qo'shildi. Mana bu yerda ishini qilyapti. Do'stlar, qalaysizlar? ana do'st, Videoni ko'rishda davom etinglar. video juda ham qiziqli bo'ladi. Agar Mana do'stim, endi men bu yerda o'zim suraman. Bu kombayn to'ldimi? To'xtab turing. Agar men shu video ortidan 30 Mana solyapti. Oho, agar men shu video ortidan 15 ta like, 30 ta obunachi kelsa, sizlarga YouTube kanal ochish videosini chiqaramiz va YouTube kanal ochib beramiz. Qorong'i tushyapti-ku. Yana 10 daqiqadan so'ng videomiz tamom bo'ladi do'stlar. Chunki 15 daqiqada yo'q o'tmasligi kerak bizning videomiz. Keyin do'stlar ekstremalni belgilashga qolamizmi? Hayotda. Bo'ladi. Lekin bunda yuz ko'rsatishga majbur bo'lamiz-da. Yuz ko'rsatmaymiz. Do'stlar, agar mana shu video 20 ta like yig'sa, qanaqa qilib ulanishni o'rgataman. Hali bu video 20 ta like yig'adimi, yig'maydimi noma'lum. Chunki bu yig'adi. Obuna bo'linglar, iltimos. Qaranglar do'stlar, hozir biz bu videoni YouTube'ga chiqarmaymiz. Shunchaki montajini tayyor qilib qo'yamiz. Biz OneBlock haqida video olamizda, keyin OneBlockni chiqaramiz. Chunki bizlarda birinchi yo'nalish Minecraft haqida bo'lishi kerak. Artefaktni ko'rgan bo'lishlari mumkin. Artefaktni ham yo'nalish Minecraft bo'yicha va Minecraft bo'yicha 1 million obunachiga erishgan birinchi kanal O'zbekistonda. O'zbekiston bo'yicha birinchi kanal 1 million obunachiga erishgan. Bu yerni surib bo'ldik. Endi esa Endi ekamiz. Mana shuni ekamiz. Nima narsa olamiz? O'tiradigan pulimiz qoldi. Yo'q, bizga somon yig'adigan kerak 54 ming pulga. Menimcha hozir bug'doyni sotsa bo'ladi. Yo'q. O'zingiz sotib keling. Bug'doyni Makka jo'xori sotib kel. Boyagi vokzalga. Minecraftda Vokzalga, poyezd yo'ligami? Ha, vokzalga. Minecraftda OneBlockda videolarga bo'lsak, bizga Wi-Fi kerak bo'lmaydi, internet ham kerak bo'lmaydi. Chunki Xi kodini ishlatayotganda internet, Wi-Fi degan narsalar kerakmaydi. Makka jo'xorimidi? Nima sotish kerak? Makka jo'xori. Mana hozir 5 minutga sotib ketaman. Qarab turinglar, obunachilar ko'payadi. Mana shu video chiqsa agar videoni описаниесida mening Instagram profilim bo'ladi. Instagram profilimda men qanaqa qilib Minecraftni tekinga yuklab olishni o'rgataman. Minecraftni tekinga Google'da yuklab olsa bo'ladi. Lekin Google'da yuklab olish uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Uning uchun Instagramga kirib akamiz aytganlaridek Instagramdan yuklab olaylik. Ushbu profillardan o'rgatadilar sizlarga. Bu videoni biz chiqarmay turamiz. Bu video ertaga yoki indinga yoki bu Minecraft tagidagi videodan keyin chiqadi. Biz masalan biror bir uzun video chiqargandan so'ng uzun video bilan yana bir uzun video oralida 24 soat vaqt bo'lishi kerak. Mana men dedi. To'xtab turinglar. Nima qilyapsan? Ketdim men. Mana oldinda traktorda ular o'ynayotgan do'stimiz. Ular yurgan do'stimiz ana o traktorda oldinda yuribdi. U hozir vokzalga ketyapti. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerda vokzal. Shu yerga borib Makka jo'xorini sotib qaytadi. Va ozgina pul yig'ilgandan so'ng biz
Biz mana shu narsani sotib olamiz. Qarab turinglar. Mana shu narsani sotib olamiz yoki bu narsani ikkalasidan bittasini sotib olamiz. Ha do'stlar, bu Farming Simulator kimga qiziqli bo'lsa, Farming Simulator yo'nalishida YouTube kanali kerak bo'lsa, akamizga Instagram profillariga yoki mening Instagram profillarimga murojaat qilasizlar. Ko'proq akam Instagram profillariga murojaat qiling, chunki mening Instagram profilimga murojaat qilsangiz javob bermasligim mumkin. Telegram profilim yo'q mening. Shu bilan xayr do'stlar, bizni ikkinchi qismda kuzatib qoling. Endi videoni montaj etib